Allohni haqida, Allohni buyrug'i haqida gapirganda mensimaslik. Mana bu ishni qilmang, Alloh buyuryapti desangiz, nima bo'pti deyishlikdan Alloh saqlasin. Nima bo'pti Alloh buyursa? Astag'firulloh, birodar. Aslo tilimizga bu gapni olmaymiz. Qo'limiz ko'ksimizda, tilimiz tavbada. Hattoki biror bir amalni, gunoh amalni qilayotgan bo'lsa, shuni to'xtatsa qilaveraman deyishlik bu kibr. Hech bo'lmaganda astag'firulloh, Alloh menga insof bersin, shuni qilib qo'yapman-da, Alloh meni kechirsin deb tursin. Allohga isyon qilyapti-yu, kibr bilan qilyapti. O'zi isyon qilyapti Allohga. Alloh qilma degan ishni qilyapti, lekin gapirsangiz yo'q deydi. Ibodatga chaqirsangiz kibr qiladi. Nima bo'pti deydi. Endi yozib qo'yaveradi Qur'onda astag'firulloh. Allohga Allohning kalomiga nisbatan kibr qilmang. Har qanday Allohning oyati bo'lganda, Alloh hukmi haqida gap ketganda o'zidan o'zi buni tahlil qilib bo'lmaydi. Muhtaram azizlar, mana shu narsani bilib olishimiz kerak. Bizni qiynaydigan narsalardan bittasi, bitta yomon so'z bor xalqimizda ishlatiladigan, hammamizda bo'ladigan. Mana shu so'zni shariatga ishlatib bo'lmaydi, menimcha degan so'zni. Bir gapni gapirsangiz to'g'ri, lekin menimcha bunaqa bo'lsa kerak. Jon birodar, Alloh sizni aqlingizni bundan ham ziyoda qilsin. Lekin shariatning oldidan menimcha degan so'z o'tmaydi. Sahobalardan ulug'lari hayron bo'lib aytgan ekanlar. Mana oyoqqa maqsad tortganimizda uni tepasidan tortamiz. Bu sunnat. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuni o'rgatdilar. To'g'rimi? Hammamiz tepasidan tortamiz maqsadni. Lekin aqlan olsak, ya'ni menimcha degan ibora bilan qarasak, aslida maqsadni tagi yerga tegib turadi. Uni tagini artish kerak. Sahoba ikrom aytgan ekanlar, aqlim tagiga art deydi. Lekin shariat yuqorisiga deydi. Men shuni qabul qilaman. Chunki meni aqlim bilan emas shariat. Mana bu narsa bor. Shuning uchun Alloh haq azza va jallaning dini haqida, Allohning buyruqlari haqida gap ketganda o'zimizcha tahlil qilmaylik. Yaxshisi bu haqida mutaxassis bo'lgan ahli ilm ulamolardan so'rash kerak. Tushunmay qolgan taqdirda axir tahlil qilishligi uchun Qur'on oyatlarini ma'nolariga tadabbur, tafakkur bilan, ta'vil bilan aytishligi uchun bilasizmi qancha ilm kerak? Ahli ilmda hammasi ham Qur'oni Karimga tafsir bera olmaydi. Biz ham 30 yildan beri ilmning ichida bo'lsak ham Qur'onga ta'vil berishlikdan saqlanib tafsirga murojaat qilamiz. Mufassir ulamolar nima degan ekan? Chunki bu Qur'on, bu Allohning kalomi. Ana shuning uchun ham eng birinchi katta kibr Alloh taologa kibr qilish. Ikkinchi yana bir kibr bor ekan, bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga kibr qilish. U zotga kibr qilsak, Makka kofirlariga o'xshab qolamiz. Makka mushriklariga o'xshab qolamiz. Ularning aksari payg'ambarimiz alayhisalomni payg'ambar ekanliklarini bilib tursa-da, kibr bilan qabul qilmaganlari bor. Kibr bilan qabul qilmagan. Biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qanday kibr qilishimiz mumkin? U zotning sunnatlari haqida gap ketganda behurmatlik qilish. Sunnatini qilmayapmizmi? Istig'for aytamiz. Allohdan duo qilamiz. Alloh mana shu sunnatini hayotimga tatbiq qilishga menga yordam ber. To'g'ri, sunnat bu farz emas, vojib emas. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qilgan ish. Kibr qilmaslik kerak. Hattoki shunaqa narsa bor, ulug' zotlardan birlari bir davrada o'tirganda bir taom qo'yishdi. Bu taomni Rasulimiz alayhisalom yaxshi ko'rar ekanlar. Haligi taomni qo'yuvdi, ulug' zot o'tirganlarga qarab aytdiki, "Voh, mana shu taomni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'p yaxshi ko'rardi, olinglar" dedi-da, hamma yedi, bir odam yemadi. Haligi zot aytdilarki, "Siz nega yemayapsiz?" deydi. "Men shu taomni yomon ko'raman" dedi. Sheyx ularga qarab, "Men sizga bu taomni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaxshi ko'radi deb aytayapman" dedi. Haligi odam musulmon u ham. "Mayli, Rasululloh yaxshi ko'rishlari mumkin, lekin men yomon ko'raman-da" dedi.
taklif qilgan shayx yig'ladilar. Yig'lavdi, keyin nega yig'layapsiz dedi. Siz men hozir Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yaxshi ko'radi degan narsani yomon ko'rdim deysiz, siz bilan bir davrada o'tirishdan qo'rqib yig'layapman. Nima deyish kerak edi? Men shuni yer edim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yaxshi ko'rgan ekan, ammo meni mijozim qabul qilmaydi. Astagfirulloh, shuni yeyolmayapman deyish kerak. Bu hayot bo'lishi mumkin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yaxshi ko'rgan hamma taom ham bizning mijozimizga to'g'ri kelmasligi mumkin. Masalan, xurmo yeya olmasligimiz mumkin, qon kasali bo'lsa yoki boshqa bo'lishi mumkin. Gapni juda hushyor bo'lish kerak ekanki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga beodoblik, kibr qilib qo'ymaydigan qilib gapirishimiz kerak ekanki, men buni jon deb yaradim. Ammo lekin Alloh taolo mana shu mijozimni shunga mos qilmabdi. Duo qilinglarki, menga ham Alloh Rasulullohning yaxshi ko'rgan taomini yeyadigan qilib qo'ysin desin ekanda. Birodar, bu sunnat, buni qiling. Mana bu namozdagi sunnatlar sunnat. Ya bu mana bu zikrlar, mana bular sunnat desiz nima bo'pti deydi. Mana bu yomon gap. Payg'ambarimiz alayhissalom qilgan ishga kibr qilib bo'lmaydi. U zotni qilgan ishlarini itoat bilan, muhabbat bilan qabul qilish kerak. Shunda shafoatlarga loyiq bo'lamiz. 3-chi kibr turi bu bandalarga kibr qilish. Bu o'zini boshqalardan ustun qo'yish. O'zgalarga past nazar bilan qarashasizlar. Mana bu illat ko'pchiligida bor. Chunki biz bilmaymizki Alloh taoloning nazdida qanchalik darajati balandligini. Bir kuni hajda haramda o'tiribmiz. Hojiga borgan bo'lsanglar, bu holat ko'p bo'ladi. Umrada ham ko'p, odam ko'p. Haligi birdan hamma o'tirib oladi-da, joy yetmay qoladi. Kelsangiz bir xilgisi sal kengroq o'tirib oladi, boshqa qilib qoladi. Takbir aytganda o'z-o'zidan joylari ochilib qoladi. Shuni kutib, mana ba'zilar oralarga o'tirib oladi. Biz o'tiribmizda bir qora habash odam juda ham hali o'zini habashona kiyimida kelib o'tiraman deb, bu yoqqa o'tiraman deb o'tkazmadi bir odam. O'zbekimiz qator o'tiribmiz. Unga ko'ryapsan-ku, hamma yo'q, nima qilasan suqilib dedi. U arabcha gapiryapti, hozir takbir aytganda sig'ib ketamiz, shu yerda o'tirib turay desa, yo'q, qoch deyapti. Qoch, hammani oldidan bechora u yoqqa yurib, men ko'rdimda chaqirdim, keling bu yoqqa dedim. Kelib bu yerda o'tiring deb yonimga o'tkazdim. Hozir takbir aytsa sig'ishib ketamiz deb o'tirdim. Rahmat aytib o'tirdi. Qop-qora habash. Biroz gaplashib, bu yoqdan o'tirib, qayerlisan desam, o Sudandan ekan. 10 ta qiroatni shayx ekan qarang. Qur'oni Karimda 10 xil qiroatini shayx ekan. Gaplashib suhbatim orasida mingdan ortiq qorilarga ijozat bergan ekan. Ijozalik 10 ta Qur'onda shayxi. Sura Fotihani o'qib berdim. O'qib ba'zi joylarini aytdi. Mana buni to'g'rilab qo'yish kerak ekan, bunday qilish kerak ekan. Endi juda olim odam, juda hurmat bilan gaplashib o'tirdi. Keyin bu yoqdagilar hayron bo'lib, "Domla, bu kishi kim ekan? Bu alloma dunyo musobaqalarida minglab qorilar chiqargan. Ye, hozir narsa desam, hamma kelib dar ziyorat qilib duo. Yo'q, hamma kelib dar rasmga tushaylik deyapti. Tez o'rnidan turib o'tirib, tezda rasmga tushaylik deyapti. Anaqa videolarni yoqyapti. Mana biz hozir 10 ta ijozasi bor odam bilan o'tiribmiz. Astagfirulloh. Undan oldin haydayatuvdik. Qoraligi uchun, kiyimi uchun. Mana bu kibr. Mana bu kibr. Boshqa holatda ham, ko'chada ham, hozir o'zimizda ham, masjidda ham azizlar. Hech kimga kibr qilmaslik kerak. Biz bilmaymizki kimni darajati Allohning oldida baland. Sa'izu billah inna akramakum indallohi atqakum. Allohning huzurida eng mukarraminglar bu sizlarni Allohdan ko'proq qo'rqadiganinglar. Amaldoringlar, puldoringlar, chiroyliginglar, baquvvatinglar demayapti Alloh taolo. U o'lchov bizni o'lchov. U bizniki azizlar. Amaldorga boshqacha muomala qilamiz. Puldorga boshqacha muomala qilamiz. Baquvvatga boshqacha muomala qilamiz. Kambag'alga, zaifga boshqacha muomala qilamiz. U bizni o'lchovimiz. Alloh bizni kechirsin.
Lekin Allohning o'lchovida, Allohning nazdida eng mukarram, eng ulug', eng hurmatli bu Allohdan ko'proq qo'rqadigan. Biz past nazar bilan qarayotgan inson balkim Allohning nazdida mana shunday mukarramdir. Qayerdan bilamiz? Shuning uchun ham kim bo'lishdan qat'iy nazar unga juda chiroyli muomala qilishlikka harakat qilmoqligimiz kerak.